Assalomu alaykum o'rtoqlar, barchalarga yaxshi kayfiyat. Kuzatayotganingiz Dostonbek Akbar YouTube kanali. Bugun mehmondamiz ko'rsatuvining yana bir soni sizni xonadoningiz mehmoni. O'rtoqlar, bugun farg'onalik xushovoz xonanda Asilbek Jo'rayevni xonadonlariga tashrif buyurdik. Hozir ichkariga kiramiz. Ular qizg'in qilib repetitsiyani bosyapti. Aka men bitta telefon qilganman. Aka men ketyapman. Repetitsiyada nima gap? Nima yangiliklar qilyapsiz? 2026 ga do'm. Akam kelaverasiz, bu yog'ini o'zimga qo'yib beraverasiz dedik. Qani ichkariga kiramiz. Xonadonga kiramiz, mehmon bo'lamiz. Nima yangilik, nima gap so'zlarni xudo xolasa, hammasini sizlarga yetkazamiz. Like-ni ayamanglar, podpiskani ayamanglar. Mehnatimiz uchun kommentariyani bang'illatib yozinglar. Asilxon Jo'rayev akamizga kuzatadiganlar bormi? Kommentariy yozib qo'yinglar. Ketdi ichkariga. Albatta mana shu ko'rsatuvimizga Tasonot savdo markazi bosh homiylik qilyapti. Tasonot savdo markazidan ham atalgan sovg'alar bor. Kiramiz, atalgan sovg'alarni beramiz, kayfiyatini ko'taramiz. Voqealar rivojini biz bilan go'ylar, qani ketdik. Mana akam mana shu yerda ekan. Assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Ichkaridalar, siz bosyapti-ya. Kayfiyatlar ichkarida juda ham yuqori darajada xush kelibsizlar. Salomatmisizlar? Yaxshi kelyapsizlarmi? Allohga shukr. Yigitlar xudo xohlasa, tayyorgarlik, yangi mavsumga yangi qo'shiqlar, repetitsiya jarayoni xudo xohlasa o'zlaringiz ham kirib, ko'rib, xudo xohlasa guvohi bo'lasizlar. Bosyapti-ya. Qani yuringlar. Qani ketdik. Ichkariga. Xo'p, yana bir bor assalomu alaykum barchalarga. Kuzatayotganingiz Dostonbek Akbar YouTube kanali. Mehmondamiz ko'rsatuvining ikkinchi soni, xonadoningiz mehmoni. O'rtoqlar, bugun biz Andijondan Farg'onaga tashrif buyurdik. Kuzatayotganinglar, o'rtoqlar, Asilxon akam. Voy, dod aka, mening muxlislarimga, mana shu kuzatib turgan vodiy, voha, butun O'zbekiston, O'rta Osiyo-yu eng mazasi musofirda ishlab yurgan obunachilarimizga salomlaringiz, tabriklaringiz hammasini gapirib oling. Avvalambor assalomu alaykum, qadrli aziz yurtdoshlar, bizni kuzatib turganlar, Dostonbekni kuzatib turgan do'stlar, barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun tashakkur. Bugun ajoyib bir mehmonlar kelishdi. Inshaalloh biror chiroyli holatda kutib oldik. Endi kuzatib turasizlar, yangiliklar bo'ladi inshaalloh, yangi qo'shiqlar, xudo xolasa ansambl mana tayyor. Muhimi, xush kelibsizlar. Aka, endi ko'rsatuv haqida gapirsam, bu ko'rsatuv hali bragilarga o'xshab salfetkani olib yig'layotgan bu ta'sirli ko'rsatuv emas. Meni asosiy maqsadim bu YouTube kanalda ochishdan, bu xalqqa narsalar taqdim qilishdan, bu sizni xonadoningizga kelib, sizni yig'lashdan maqsad yo'q. Faqatgina sizni ochilmagan qirralaringiz, kelajakdagi maqsadlaringiz, 2025-yilda nima bo'ldi, 26-yilda nima plan, shunaqalik bir savollar bo'ladi-yu, siz nechinchi yilsiz? Agar siz san'atkor bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Ustozingiz kim? Siz qo'shiq aytishga nima majbur qilgan? Degan savollar bo'lmaydi umuman. Ustozingiz kim edi deyman. Albatta bu kayfiyatni ko'taradigan loyiha. Mehmondamiz, mehmon uyingizga mehmon keladigan bo'lsa, albatta siz hali qo'qqisdan kirib borish kerak-da. Qo'qqisdan, chunki hamma har xil holatda bo'ladi. Ayniqsa hozirgi kunda hamma repetitsiyada avjida Gumra qasr 2026-sezonini bosaman deb. Men shu sezonga tayyorgarlik ko'rmasdan muxlislarimning ko'pchiligining talablariga binoan boraylik, nima qilyapsikin, qanaqa bo'lar ekan, nima yangiliklar bor ekan deydi. Ana endi sizga birinchi savolim, 2025-yil sezon qanaqa keldi aka? Undan oldingi savolingizni bir ozgina chala qolib ketibdi, shuni oldin to'ldirib olay. Musofir do'stlarimiz haqida bir yangi qo'shiq ham qilganmiz. Musofir do'stlarimiz albatta omon bo'lsin, borlarga shukr. Alloh panohida bo'lsin hamisha. Endi 2025-yil biz uchun juda ham omadli keldi. Jamoada bir yangilik juda ko'p bo'ldi. Xudoga shukr, bir yigitlar shu bahonada rahmat aytib olay hammalaringga. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar. Sizlar bilasizlar, men orqali rahmat aytyapman. Yo, minnatdorman barchasidan. Ilohim Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'lsin. Endi 2025da juda ham bir omadli, muvaffaqiyatli bir chiroyli natija bilan serdaromad deb qo'ying. Yo'q, 2025 da xudo xolasa 2026 ga bundanda bir yangiliklar bilan xudo xolasa jamoada yana bir yangilik. Qosimxon ukamiz mana yangi mehmonimiz.
yangi muzikant sozandamiz. Juda ham Xudo xolasa katta narsalarni mo'ljal qilganmiz, inshaalloh niyat qilganmiz. Xudo xolasa bir hali premyerasi bo'lmagan yana 4 ta qo'shig'imiz tayyor, Xudo xolasa. Men yutganimda premyer beradi. Inshaalloh. Uni chiqmayotgan sababi hozir Toshkentda syomka jarayoni bo'lyapti, klip olinyapti. Xudo xolasa tez kunlarda bir e'tiborga havola qilamiz. Zo'r. Endi shu fursatdan foydalanib bir chekkadan saslab tanishtirib qo'ying. To'yga borganda birov, "Mana aka kim bilan yuradi?" desa, "Bu Aslon aka bilan qanaqa Endi- Doston aka bor, YouTube kanalida" deyishyapsan. Orizga shukr. Endi hozir shu mavzuda gapirmoqchi edim, to'g'risi. Ha. Sababi Ramazon boshlangandan beri deyarli mana shu yigitlar shu yerda, to'g'risi. Kunda har kuni mana shu yerda boshidan boshlaymiz. Endi bular eng qizig'i bitta joydan kelishmaydi, shunisi qiziq. Ha? Bekzodjondan boshlayveramiz. Ha, bir Bekzodjon chekkadan. ukamiz shu o'zimizdan Toshloq tumanidan solistimiz. Undan keyingi juda yaxshi bola. Ulug'bek akam ustozimiz. Ulug'bek akam juda ko'pchilik Otabek ustozimiz Otabek Muhammad Zohid jamoalarida ko'p ko'rishgan. Inshaalloh hozir ham ustozimiz Otabek Muhammad Zohid bilan birga ijoddalar. Biz bilan ham Xudo xolasa qo'ldan kelgancha birga ijodda olib boryaptilar. Shukrullo akam garmanisimiz. Bir ajoyib inson. Said Burxon Quvadan keladilar bu kishim, uzoqroqdan keladilar. Yonida Hasanboy Odilzoda do'stimiz doirada. Endi Kundoshim deydi. kundosh, Hasanboyni kundoshi juda ko'pchilik biladi. Osmonbek nomi bilan tanilgan Sardor do'stimiz, ajoyib yigit, qo'lini ham nogiron bo'lyapti. Tillo Tofoq shekilli. Demak ham mana Dilmurod akam Barabanda, Xudo xolasa. Bu kishim ham o'sha kombinatdan keladilar. Menga Marg'ilon, Qosimxon yangi jamoamiz a'zosi ukamiz Kirgili mavzesidan va nihoyat Jumo'ng laqabli Jumo'y akam. Jumo'ng desa ko'pchilik taniydi. Jumo'y akam to'g'risi Qirg'izistonda chegarasidan keladi, to'g'risi har kuni. Shunaqa gaplar bizda. Shu jamoamiz juda ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Hozir mana shu holatda ham adashmasam 4 kishi yo'qda hozir ham. Kamida 4 kishi yo'q. Repetitsiya jarayonligi uchun ularni bezovta qilgimiz kelmadi. Xush kelibsizlar. Endi jamoamiz shunaqa gaplar jamoada. Jamoa bilan tanishganimdan xursandman. Har safar hofizorda lekin hofizni orqasida turib mehnat qilib, haligi bunday ketib qolyapsiz bu yoqqa ketib qolyapsiz bu yoqqa ketib qolyapsiz suyadigan bu sostav bo'ladi. Men sostavga juda ko'p rahmat aytaman, chunki mashlar zo'r chalib bersa, biz zo'r qo'shiq aytsak, keyin to'y keladi, keyin yaxshi sovg'a topamiz. Albatta, haligi askarlar faqat janglarda emas, xonandalarda ham bo'ladi-da. Meni askarlarim Xudo xolasa bu yil inshaalloh o'tganligidan ham ko'ra bir katta natija ko'rsatamiz inshaalloh. Ishonaman bularga Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ana endi bitta zo'r qiziq savol. 2025-yilda sizni mazza qilib ijro qilgan qo'shig'ingiz yo bo'lmasa bundan qo'shig'ingiz bor, lekin mana shu qo'shiqni ijro qilaman deysizda, lekin ko'pchilik to'yga borganingizda so'raydigan qo'shiq, u qo'shiq yoqmasa ham hali aytirishaverib o'zingizga yoqib qolib mazza qilib ijro qilgan qo'shig'ingiz qaysi? Yoki o'zingiz mazza qilib ijro qiladigan qo'shiqlarni muxlislaringizga qalbiga singitib o'rgansiz. Qaysi qo'shiq bu? Bunaqa qo'shiq ko'p, Dostonbek, albatta. Tanlash imkoniyati bittami? Bir dona. Menda maqlaylik, kelishaylik. Jamalak, Changko'chalar 18 yoshimda edi. Shu uchalasi juda ham ko'p ijro qilingan qo'shiqlar. Mashlarning ichida men o'zim tanlab beraymi? Changko'chalar. Chunki istoriyaga, postga faqat Changko'chalarda. Chunki uni kirish qismi ham stavkalar bilan juda zo'rda. Ustoz bo'ldi, siz shuni yaratib berganda. Shuni aytamiz. Bitta, bo'lmasa mikrofonni oling yoki bu mikrofonni menga berasiz. Bo'ldi. Changko'chalar, Toshga endi chanqilayotgan, siz edingiz ekanda aka. Bitta narsani ogohlantirib aytib qo'yay. Voy Changko'chalarda keyin boshqa qo'shiqlarda boshda ogohlantirib esimdan chiqdi. Bu uzilmaydi kadr.
kadr boshdan oxirigacha kelindimi, hali salom alaykum o'tirgan joylardan uzilishi mumkin, lekin qo'shiqlar uzilmaydi. Shunisi chataq ekanda. Hali Shunisi chataq. ichingiz chiqmay qolgan joyidan boshqatdan aytish imkon yo'q ekan. Endi qarang, sizga savolni, to'yga bordingiz, kelin-kuyov kirib kelyapti, to'ylar bo'lib qoldi-da. Qaytinglar boshqatdan kelinglar demaysiz-ku. Bu san'atda jonli ijro mana shunisi bilan zo'r. To'g'ri. Xarib bo'ladi odam. Grib bo'ladi deydi. Hammasi bo'ladi. Aka, shunisiga rozi bo'lasiz, chunki agar men sizni jonli ijroda qo'shiq aytayotganingizni bilib kelganligim uchun mana shuni qo'yamiz. Agar yo'q uka deydigan bo'lganingizda men kelmagan bo'lardim. Pilosni o'zini tashlab bering aka, men bu yerdan yasab qo'yaman. Bo'lmasa biz qo'yilgan xatolar uchun uzr so'raymiz oldindan. Sababi to'g'risi avvalo hozirgi kunda ko'pchilikda yo'tal, omoq og'riq ko'payib ketdi-yu. Men ham to'g'risi yaqinda shunaqa bo'lib endi tuzalgan paytimda hozir. Ikkinchi sababi bu san'atkorlar ko'proq o'zi tushunadi. Sezon mavsumi boshlanganda 10 kun, 15 kun to'yga chiqilgandan keyin tomoq o'sha bitta yo'liga chiroyli bo'lib tushib oladi-da. Ungacha ozgina qiynaydi. Shuning uchun oldindan uzr so'raymiz qo'pol xatolar uchun. Ana akalar, mana shu jonli ijro mana shunisi bilan zo'r. Biragi nolalar bo'lib qoladiki, xaribni o'zida bir boshqacha chiqib qoladigan nolalar bo'lib qoladi. Albatta. Buni tushunganlar, bu mo'joy xato ketdi desa, mo'joyni yomon qildi deydiganlar bo'ladi. To'g'ri. Biz bu san'atni tushunib, sizni kavlaydiganlar uchun emas. Sizni orqangizdan eshitib, sizni qo'shiqlaringizni eshitib, maza qilib, dili yayrab, mana shuni to'yimga olib kelaman deydiganlar uchun bu ko'rsatuv. Agar mana qiladigan bo'lsanglar, kommentariyaga yozinglar, atpiska qilsanglar, mayli. Biz maza qilib eshitadiganlar uchun, maza tomosha qiladiganlar uchun bu ko'rsatuvni o'qiganmiz, o'rtoqlar. Ana endi sizga bitta savol. Xonandaga repetitsiya nima uchun kerak? Bu repetitsiya bo'lmasa, menimcha bo'lmasa kerak-a. Mashina qizdirmay minib ketolmaysiz. Albatta. Ustozlarni mana qarang. Repetitsiyaning sababi, katta sababi hofiz shu xonanda o'yering bo'ladi o'ziga. O'ziga ishonch bilan, to'yxonaga ham ishonch bilan kiradiki, nimaga jamoasi bilan repetitsiya qilgan, u aytadigan qo'shiqlarni kerak bo'lsa bir oylab 15 marta, 20 martadan qaytarib cholingan. Bu qo'shiqlar to'yxonada zo'r ketishiga ishonadi hofiz. Shu o'yering bo'lish uchun qilinadi. Keyin shu jamoani uzoqlashib ketmasligi uchun ham zo'r bir repetitsiya bahona. Taomdan ham misol qilsa bo'laveradi-da. Misol uchun ovqatni qilishda misolchi Koreya nimalarda misolga oladigan bo'lsak, ularda ovqatlari har bir alohida idishda bo'ladi-yu, guruchni alohida qaynatib qo'yadi. Misol guruchni o'zini yeb bo'lmaydi, unisini alohida yeb bo'lmaydi. Bizniki hammasini birga o'zbekchada qo'shib, hammasini qo'shib qo'g'irgandan keyin mujassam bo'ladi. O'shaning uchun biz ham katta jamoa-yu, hamma jamoani bir xil bitta dilda, bir xil kuylab, bir xil nima fikrlab, bir xil ovoz chiqarish uchun repetitsiya kerak-da baribir. Agar ikkita muzikantni o'zi bo'lsa ekan, ikkalasi bir-birini tushunib topib ketadi. Sali bir xil mujassam, cho'chni chiroyli narsa bo'lish uchun repetitsiya kerak deb o'ylayman men. Albatta. Bilim boshlash. Albatta, keyin agar yana bitta eng katta yomon tomoni, mana Ramazon oyida bir oy dam olinadi. Agar o'zlari ham hammalari tan oladi, men o'zim ham tan olaman. Bir oy qo'shiq aytmasam yoki bir oy bir soch cholishmasa agar qo'l chiqib ketib qoladi. Juda ham bu mana bir kun chalmasam o'zimga bilinadi deydi. Eskilarimiz gapi bor. 2 kun chalmasam yonimdagi muzikant sherigim sezadi deydi. 3 kun chalmasam o'zimga bilinadi. Xuddi shu narsa, mana misol men bir kun aytmasam o'zimga bilinadi. 2 kun aytmasam o'zi kimgadir bildirib qo'yaman. 3 kun aytmagandan keyin o'zi hamma biladi. Men haliginda boshda adashib ketibman. Uchinchisi hamma biladi, xalq biladi. Undan oldingizda. Xullas meni kimligimni Elviza bo'ldi. Albatta. Zo'r. Aka bu repetitsiyani qilish kerak. Qilmagan odam bu repetitsiya har tomonlama yaxshi narsa-da. Men o'zim fikrim, repetitsiya bo'lgani yaxshi. Chunki repetitsiya billa bo'lgan sari jamoadagi oqibat kuchayadi. Jamoadagi oqibat kuchaydimi, siz demak to'yda urvingiz kuchayadi. To'yda urvingiz kuchaygandan keyin ana stapga degan jonivor ham sal oshadi. Albatta. Bu tomonni ham aytish kerak. Bu tomonni ham aytish kerak, to'g'risi. Albatta. Biz juda ham xursandmizki 2025-yili qilgan mehnatimizni samarasini ko'ryapmiz. Nimaga bunaqa deyapsiz degan savol bo'lishi mumkin. Bizga avval atrofdan kam to'y kelardi. Mana misol uchun Andijon, Namangan viloyat, qo'shni viloyatlardan. Hozirda mana juda ham
O'zbekiston bo'yicha hamma viloyatdan xizmat aytishyapti. Jizzaxga ham borib keldinglar. Ha, Allohga shukr. Jamoamiz juda haligi bir quvnoq jamoa, ko'pchilik havas qilishadi. Albatta biz o'zimizni bir yorvorgan avtorskiy qo'shig'imiz hali yo'q bo'lsa ham, lekin muxlisimiz juda ko'p ekan, xursand bo'ldik. Moskvaga borib keldik xizmatga, Jizzaxga borib keldik. Mana Ramazondan keyingi mavsumga уже Andijondan, Namangandan juda ham ko'p xizmatlarimiz bor, xudo xolasa. Men maza qilgan joyim aytdimmi? Aka, oktyabr oyiga to'yib qo'yganingiz bo'ldi-da. 1 yil oldin to'yib qo'ydim men. Avgustga, to'g'ri. Avgustmida, ana aka. Alloh beradan qismasin. Endi qarang. Bitta qiziq savol bo'lib qoldi. Asilbek Jo'rayevni, Asilxon Jo'rayevni xalqqa tanitgan qaysidir qo'shiqlari bo'ldimi yoki qaysidir videolari bo'ldimi? Zo'r savol. Ha. Juda zo'r savol. Muxlislarni qamrab olishiga. Ha, albatta. Endi misol uchun bu bir-biriga bog'liq narsa-da. Savol juda o'rinli savol bo'ldi. Misol uchun qaysidir bizni videoyimiz uchun tanilib ketgan desangiz, misol unda muzikantlar bir o'rni yo'q, o'rtacha jamoa bo'lganda effekt bermas edi-da, bari bekor. Bu videoyingiz hit bo'lib ketgan taqdirda. Bizda Xudoga shukr, plus-minus bir-biriga tushdiki, videolarimiz ham bir ajoyib chiroyli ketib qoldi, reka chiqib ketib qoldi. Buni orqasida katta mehnat, katta jamoa turibdi-da. Shuni hisobiga to'g'ri. Videolar zo'r ketdi-da, qarasa videolaringizni ko'rib o'tirgan odam qo'shiqlaringizni eshitib mazax qo'ydi-da. Shu tomonlama ham kuchayib zo'r bo'lib qoldi. Endi qarang. Shuni tushuntirmoqchi edim. Men tushuntirib kelman, siz bilaman. Qarang, o'zim men sizni Elmurod akamning konsertiga chiqqan paytingizda taniganman. Undan keyin salom alaykum qilganmiz. Undan keyin Instagramda videolaringiz chiqib qolganda ko'rganman, maza qilganim. O'zingizga yoqqan shuncha video qilganlaringiz ichidan eng bang'illab ketgani qaysi bo'lgan deb o'ylaysiz? Bang'illab ketgani. Menda Usmonbek bilan qilinganmi? Ha, Usmonbekga to'g'risi bu boshlanishi bo'lgan. Juda bir chiroyli gap o'rnida bo'ldiki, mana shu gapda o'zi aytmoqchi edim, ko'pchilik uyushtirasizlarmi shu holatlarda yoki tasodifan bo'ladimi deyshadi. Endi tan olib gapiramiz, bir xilgisini uyushtiramiz. Lekin haligi birinchi ko'rgan bo'lsangiz ilon otganman. Shu uyushtirilmaganda shu video hozir adashmasam 12 millionga yaqinlashib qoldi prosmotr. Usmonbek xayol surib shu dovul cholayotgan paytda, haligi yor payt, kelin salom paytda hamma o'zi bilan o'zi ovora tepadan yosh bolalar ikkinchi etajdan ilon tashlashdi pastga. Shuni oyog'imda qarasam turibdi. Nima qilishni bilmadim-da, kamerani yoqib Usmonbekga irg'itaman turib, shu bilan stories qilaman dedim-da, keyin relsga o'zimga yoqib qoldi haligi video, postga joyladim. Shu уже hozir vafshim qattiq qarasangiz haligi ilon bo'lib yotdi. Reaksiya tabiiy. Bundan ham bitta bang'illab ketgani bor. Mikrofonmi? Mikrofon to'kin olib qo'ygan, uni Yo'q, undan ham 5 battari bor. Ikkita oshna chiqib turib, oshna baxtiryapman desa, keyin sug'urligini bilan ekan. U bolalar bir ajoyib bo'lgan, yaxshi bolalar. U bolalar menimcha mana shu birinchi video bo'lsa kerak, chunki bu 2024-yil. To'g'ri. Bizda haligi xalq ko'p ko'rilgan, prosmotri ko'p bo'lgan birinchi video shu bo'ldi. Ajoyib bo'ldi. Bu bolalar telefon qilib o'chirib yuboringlar deb iltimos qilishdi, o'chirib yubordik ham. Uje biz o'chirganimizdan keyin kimlardir tarqalib olib qo'yib yubordi. Shundan keyin biz yana qaytadan qo'yganimiz ham uje animcha 6,5 million bo'ldi. Yaxshi prosmotr bo'ldi. Chunki 2024-yil o'ta zo'r. Men o'zim ham maza qilganman-da. O'zim ham maza qilib kulganman. Bu bolalar bloger ham bo'lib ketdi menimcha. Xo'p, ana endi aka keyingi 2025 haqida gaplashdik. Endi keyingisi aka, qarang, 2026-yil uylanadigan yoshlarga, ukalarimizga uylansa, siz ularni xonadoniga xizmatga borsangiz, aynan mana shu kuyov bolalarni siz qanaqa to'ylar muborak sadosi ostida kutib olasiz ularni? Juda zo'r savol bo'ldi. Sababi biz to'ylar muborak edi. O'tgan yil 2025 da juda ham bir chiroyli qilib ishlab stavkalar bilan ishlaganmiz, lekin kamdan kam foydalandik shu to'ylar muborakdan. Sababi bizda har xil holat bo'ladi. Kelin to'ylar muborakga choling degan mahalda o'sha kelin-kuyov yaqinlashib qolgan bo'lsa, u stavkaga umuman hojat qolmay qoladi-da. To'ylar muborak boshidan boshlab aytib qo'yamiz-da. Xotirjamchilik bo'lib, kelin-kuyov uzoqroqdan tashrif yurayotganda bizda vaqt yaxshi bo'lsa, shu boshidan o'sha jamoa bilan repetitsiya qilingan variantini, asl holatini. Demak, hurmatli obunachilar, 2026-yilda uylansam Asilxon Jo'rayevni xonadonimga olib kelaman deydigan ukalarim
To'ylar muborakdi. Mana shu holatda choldiringlar, dilinglar maza qiladi. Bitta eshitamizmi? Albatta, xudo xohlasa. Endi buni o'tgan yili repetitsiya qilingan, lekin bu yil agar kimnidir esidan chiqib yoddan ko'tarilib qolgan bo'lsa, Atata qilaman. keyin gaplashamiz. Syomkadan keyin. To'ylar muborak. Keling, akalar, to'ylar. Oxirigacha aytmaganimiz sababi qolganlar ham repetitsiya qilib olishmasin. Mana nihoyatda 2026-yilda uylanadigan ukajonlarim, mana sizlarga to'ylar muborak. Boshda qarasam turishim o'ziga jolishyapti. Qachon bo'ladi? To'ylar muborak cho'laga desam, stavkani yomon doyini qo'ydilar. Deylechingizni qo'ydilar. O'pana chiqarib yubordilar aka. Buni cholish kerak buni. Ana endi qarang, savol bitta zo'r kelib qoldi. To'ydagi kulgili holatlar eng zo'r. Sizlarda rosa ko'p bo'ladi, lekin o'zingiz eslagansaringiz kulgin kelgansari eslagisiz keladigan holat. Qanaqa holat bo'ladi? Bizda juda ko'p bo'ladi bunaqa holat. Keldi. Keldimi? O'zi keldi. Qaysi holat? O'zi keldi o'zi. Bizda har kuni bu bo'ladigan holat-ku, eng qiziq holat shu. Orada misol jamoada kimdir yo'q bo'ladi, misol kimdir hali kelmagan bo'ladi. Oddiy mana shu repetitsiya jarayonida ishlayotgan bo'lsa, kimdir sharaqat eshikni ochibdi, kelsa, hamma bir-biriga qarab, ana o'ziga aytinglar bo'ladi-da. Hali kirib olgan odam nima ayniqsa bizni sastavga yangi kirgan odam bo'lsa, juda bir qiynaladi, bir 3-4 kun. Ana o'ziga aytinglar bo'ladi-da. Xuddi u odam kirganda ba'zi hamma uni yomonlayotgandek, ana o'ziga aytinglar. Gaping bo'lsa gapiraman, dedi gapiraman. Nima o'rtasida yomonlamaylar odamni deylar. Demak, bu sastavga qo'shiladiganlar mana shu sinovga tayyorlab keladi. Bilam, sastavida keyin bo'lsa, ana endi aka qarang. Sovg'ali o'yinimiz bor. Bahrubat o'yini A harfidan boshlab berasiz. To'xtatgan harfingizga men davom ettirib ketaman. Bir yo'l sastavdan, mana shu orkestrdan foydalanaylik. Mayli. Repetitsiya bo'ladi. Repetitsiya bo'lsin akalar. Nima deysiz aka? Bo'ladimi? Albatta. Yoki mikrofonni oling bo'lmasa. Xo'p, hurmatli bizni kuzatib turgan hurmatli obunachilarimiz va nihoyat biz sovg'ali o'yinimiz agar yutadigan bo'lsangiz aka, Tasonnot savdo markazidan bizni Andijonda, Shaharxonada, Marhamatda, Asagada Tasonnot savdo markazi bor. Mana shu tomonidan bir ajoyib esdalik, u sizga juda ham kerakli bo'lgan bir sovg'a berib ketaman. Tasonnot savdo markazida maishiy texnikalarni bitta pasport evaziga tizillatib olishingiz mumkin aka. To'g'ri. Ketdik. A harfiga boshlab berasiz. Agar O'sha boshlandi, qo'shig'idan boshlaymiz. qo'shildi. Yo'q, men mehmon. Atirgulum atiring sol. Aytgan holim bo'y. Istirmasin o'yingani. Ilohiz azoring bo'y.
bo'lay yiroq ketma ketsang agar yo'lingda sardoring bo'lay yig'lagan osmon emas mening qalbim yig'lagan tig'lagan hijron emas sening erishking tig'lagan yig'lagan osmon emas mening qalbim yig'lagan tig'lagan hijron emas sening erishking tig'lagan rohatim yo'q shimladi unim yo'q sog'inaman aslingga yig'lamagan kunim yo'q she'r aytmagan kunim yo'q she'r bitmagan turim yo'q ko'zim ko'zingga tushdi men yonaman shekilli devonaman shekilli to'g'onaman shekilli ikki ko'z kör bo'lsa bo'lsin qalb ko'zing kör bo'lmasin Yana ya, bo'ldi. Biznikidan nega sendan kechib bo'lmaydi nega sendan kechib bo'lmaydi asamlardan kechish mumkin nega sendan kechib bo'lmaydi menga ne to'g'ri kelyapti sizga ilonning bolasi ilon bo'ladi har ishki bir kuni ayon bo'ladi Alloh dargohida bayon bo'ladi bu dunyo shunday ajab dunyo bu ilonning bolasi ilon bo'ladi izlasam toparman do'stu birodar yordamlab toparman yo'qotsam agar to'g'ri bu bola shashilyapti raqamlar bir ikkita jam bo'ldi raqamlar bir kuni jam bo'ldi birdan tortib 9ga qadar rayhon senga uylanaman go'shangga mizmor bo'ladi rayhon yaprog'ingga yuzim bossam mag'rur ko'nglim tog' bo'ladi rayhon buni ham repertuarga qo'shamiz nima noqob ishqim bog'ida bo'ldi yetkazdim yo ustoz bo'lsa ham bo'ladi yo'q bo'ldi men yetkazdim akalar bo'ldi sog'inib bering yetkazdim ana jon ketamiz aynan mana shu sovg'ani sizga olib kelganman aka ushlab turing mikrofonni ana ajoyib sovg'a buni taliga qarsacha olib o'ynagan albatta buning uchun avvalo tasanno muddatli to'lov markaziga jamoamiz nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz e'tiboriga tashakkur sog' bo'linglar endi buni yuvamiz biz buni to'yga kech qolib boradigan jamoa a'zolaridan kimgadir beramiz kech qolasiz
Baterkasi meniki. Mana aka qiynalmasin deb batareyasi ham yangi. Bo'lingizga shukur. Rahmat, sog' bo'ling. Aka buni berishimdan sabab birinchidan bizga vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Ikkinchidan vaqt qadriga yetinglar. Uchinchidan to'yga aytilgan vaqtda boringlar. Eshitilaring-a? Bolajon senga sabab uyingga bor tezroq deydi. Mana akalar biror joy chiroyli joy osib bersa bu kamera savdo markazimizdan sovg'a qilib kamerada tashladingiz. Rahmat, bor bo'ling. Aka mashina olib beramiz. Bolalar. Vop. Aka, men yutkizsam ham Sahimani sovg'a beraman. O'zim men sovg'a bergan ekanman-da. Hop, endi qarang. Hop, sizni 2026-yilda maza qilib ijro qilaman degan qo'shiqlaringiz bormi? Albatta bor. Albatta, biz shu bir oydan beri bekorga o'tiribmizmi 15 kishi. Xudo xolasa, rosa ham tayyorgarlik ko'rib ijro qilaman deb turgan qo'shiqlarimiz bor. Inshaalloh yangi uylanmoqchi bo'lgan kuyov bolalarga yangi repertuarlarni qilyapmiz, xudo xolasa. Premyerachi. Premyera klipni bitishiga qarab turibmiz. Ko'pchilik juda ham kommentariyada ham o'qidim, o'zingiz avtorskiy qo'shiqlaringiz ham bormi yoki har bir qo'shiqni ijro qilavermasdan o'zingiznikini ham ijro qiling. Endi bitta narsaki, qo'shiqlarimiz yo'q emas, bor, lekin xudo xolasa hozir yangi bitgan qo'shiqlardan shu narsani kutyapmiz. Inshaalloh Allohdan so'rayapmiz, hit darajasiga chiqsa, keyin narigi qo'shiqlarimizni ham eshitishadi odamlar, xudo xolasa. Albatta. Bu qo'shiqlaringizni eshitayotganlar ham bor. Hozir mana shu bir oy davomida qilingan mehnatni samarasini ko'ramiz. Albatta. Popuri qilib, zo'r qilib 2026-yilda akamni to'yga aytaman deydiganlar pastga administrator nomerlarini qo'ymayman, Instagram kanalini qo'ymayman, kirasizlar, ko'rasizlar, yangi qo'shiq filmlarni zo'rku deb ko'rasizlar. Hozir 2026-yilda mazam ijro qilinadigan qo'shiqlarga beramiz albatta. Marhamat, Asilxon Jo'rayev. Marhamat. Xo'p, endi yo'q, men metdan reverni olib qo'ydim. Bu hozir sizga 3 ta qo'shiqni birdaniga uzmasdan ijro qilamiz. Sababi biz hozir shunaqa tayyorlanyapmizki, bir adashmasam 20 taga borib qoldi. 20 tacha narsa ishladik. Ularda har bitta kuyunakarlik marosimiga kirganda shu to'ylanib borgandan keyin o'sha 3 ta qo'shiq ketadi. Shuni ketma-ketligini sizga bittasini ko'rsatamiz, xudo xolasa. Demak, qolgani bor-a? Albatta. Qolgani bir yotadigan bo'lib kelamiz. Ketdik, marhamat. Davom etamiz, marhamat. Atrafingda men sarson, chiroylisan hammadan. Aytgin sen menga qachon sevaman deb aytasan, sevaman deb aytasan. Atrafingda men sarson. Ana keldi baytmanga dildorim, ana yo'q dedim, ana yo'q dedi dilda borim. Ana keldi baytmanga dildorim, ana yo'q dedi, ana yo'q dedi dilda borim. Mayli mayli cho'ktir meni ko'z yosh ko'liga, mayli mayli boshlab kirgin taqdir cho'liga, mayli mayli qanot bo'lma o'ngil so'limga, mayli mayli zahmat qilma kamim o'limga. Yulduz sepma mayli yurgan yo'limga, dushor etsen meni turmush yo'liga. Qanot bo'lma qanot qo'ngil so'limga, voy voy. Mayli taqat qilma kamim o'limga, yulduz sepma mayli yurgan yo'limga, dushor etsen meni turmush yo'liga. Qanot bo'lma qanot qo'ngil so'limga, voy voy. Mayli taqat qilma kamim o'limga. Ana keldi bayt menga dildor, ana yo'q dedi, ana yo'q dedi dilda bor. Ana keldi bayt menga dildor, ana yo'q dedi dilda bor.
çaresi beni turmuş doluga. Kanat olma kanat koygu soluga. Vay vay mayli taqat qilma kabul olimga. Ana keldi bayt manga dildor. Ana yo'q dedi dildamor. Ana keldi bayt manga dildor. Ana yo'q dedi dildamor. Rahmat, sog' bo'linglar. Asalxon Jo'rabek, xizmatchilar sog' bo'linglar. Keling yo'llar bemalol o'tirib olishinglar mumkin. Ana endi davramizga duoyi fotihalar bilan mana shu fayzli kechamizni o'zlari duoyi fotihalar bilan ochib berish uchun keling kuyovlarimizni desam, hamma mayli turibdi. Nima bo'lar edi? Akam shunaqa azartga kirdi. Simni ham ko'rdingizmi mana? Simni. Ona bir mana shu Ramazon oyida 30 ta kelin kuyov bo'lganda to'yini o'tkazib o'raveradi-ya, mana to'ydan kam bo'lgan yo'q har kuni, xohlasa. Sog' bo'ling. Rahmat, maza qildik. Bugungi suhbat bo'ldi. Kayfiyatlarim ancha ko'tarildi. Bizning kelishimizda sizlarga bitta zo'r bahona bo'ldi. O'zi sizlar kayfiyatlar hamisha yaxshi yuradi, hamisha yaxshi yursin. Bizning kelishimizdan bir boshqacha adrenalin bo'ldi, boshqacha tayyorgarlik bo'ldi. Qo'qqisdan so'ralmagan qo'shiqlar, qo'qqisdan kutilmagan holatlar bo'lib qoldi. Ayniqsa eng yomon ko'rgan narsam to'yga borib men ham qo'shiq aytaman-da. To'yga borib o'rnash bo'lganingizdan keyin akalar hozir kelin-kuyovni bitta ikkitasi kelmaydigan bo'lib sinib boshlashi ichkariga kirib olamiz degan deydigan bo'lsa, sastav tayyor navesda turgan bo'lsangiz ichkariga kirish. Shuning uchun men faqat manzara edi hamda to'yxonada bo'lsa to'g'ri deb qo'ygan ekan. Shuning uchun hali bu kibr emas, bu toza kibr deydi. Albatta hazırlaştım. Halkımız hamada bor ekan-ku. Qalayapsan demas. Qalayapsan deydi. Hop, rahmat, sog' bo'linglar. E'tibor uchun, bizga bo'lgan hurmat uchun katta rahmat. Bugun Xudo xolasa sizlar uchun ajoyib suhbatlarni tayyorladik. Ajoyib ko'rsatuv bo'ldi menimcha. Xudo xolasa bizning kanalimizga obuna bo'linglar, kuzatib boringlar. Sizlarga aytadigan narsalarimiz, ko'rsatadigan narsalarimiz, ko'rsatadigan san'atkorlarimizni sizlarga ko'rsatadigan qirralari juda ham ko'p. O'rtoqlar, Doston Akbarov YouTube kanalidan hech qachon uzoqlashmanglar. Mana shu videolarimiz sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, like bosib, kommentariyani bosib, ko'pgina kommentarlar yozib, akam xususida yaxshi bo'ladimi, yomon gap bo'ladimi, hammasini yozinglar. Chunki biz yaxshisiga ham, yomoniga ham o'zimizga tegishli gapni oladigan insonlarmiz. Aka, ana endi meni YouTube kanalimdagi obunachilarimizga, bizni kuzatadiganlarga bitta ajoyib tilak so'zlaringiz va musofirlar haqida aytgan qo'shig'ingiz ozgina joyini musofirlarimiz uchun. Fonda aytib qo'ying. Fond o'zida. Mana sim uzilib ketsa ham baribir aytadi. Aka, muxlislarimizga tilak so'zlaringiz, marhamat. Avvalo, Dostonbek, tashrif uchun tashakkur. Shunchalik e'tibor qilib kelganlari uchun boshimiz ko'kka ketdi, to'g'risi. Faqat endi bugundan keyin kelsalaringiz, shu ogohlantirib bersalar yaxshi bo'lardi. Sababi bizni eskidan kuzatib yurgan do'stlarimiz, jamoamiz haqida, men haqimda yaxshi bilishadi, lekin sizni kuzatuvchilaringizga ozgina nima deydi, azart yetishmay qoldiki, ozgina maza bo'lib qoldi. Men ichim chiqmadi to'g'risi qo'shiqlardan. Inshaalloh shu qo'shiqlarni keyin kommentariyada yozishadi, boshqa bo'ladi. Men to'y sezoniga kirganimizdan keyin Xudo xolasa MP3 variantida zo'r qilib inshaalloh chiqarib beramiz mana shu qo'shiqlarni. Xudo xolasa bu sizlar bilan, bu jamoangiz bilan tanishuv bo'ldi. Inshaalloh Xudo xolasa sizlarni Andijonda Asakasda Xudo xolasa o'zimning katta bir studiyam bor. Ochiq mikrofon degan. Barchalar hozir bu to'yda yurgan holat emas. To'yda uyda mashina yurishgan demanglar. Qanaqa kommentariylar bo'lsa bemalol yozaveringlar. Biz o'zimizga tegishligini oladigan insonlarmiz. Yana qayta ta'kidlayman. Xullas kalom ochiq mikrofon degan katta studiyam bor. Ana shu joyga bemalol sostav terib, bemalol xohlagan qo'shiqingizni, xohlagan notangizni aytishingiz mumkin. Unga ham taklif qilamiz xohlasa. Bu birinchisi emas, xudo xolasa siz bilan biz inshaalloh. Hurmatli o'rtoqlar, hozir gapiradi, eshitinglar.
Yana musofirdan oldin shu kuzatuvchilaringizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qo'llab turasizlar, ukamiz juda ham bir shahdam qadamlar bilan ketishyapti. Inshaalloh kuzatib turibmiz. Salomat bo'linglar. Shu san'atkorlarni shu mehmondabiz degan ko'rsatuvda keyingi sonini biz ham kutamiz, xudo xolasa. Qani kimni shu xonadonga tashrif buyurasizlar, bizga ham qiziq bo'lib qoldi to'g'risi. Agar sizlarga ham qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Bundan keyingi boradigan san'atkorimiz kim bo'lsin? Biz xudo xolasa barcha vodiydagi san'atkorlar bilan juda yaxshimiz. Hammasi yo'q demaydi va taqdir sizga ham rahmat, Saidburxon. Ha, taqsir ukamiz orqali tashrif buyurishdi. Alloh razı olsun. Musofirdagi do'stlarimiz baxtimizga hamisha omon bo'lsin, salomat bo'lsin, Alloh panohida bo'lsin. Hech qachon bir xorlik, zorlik ko'rishmasin. Xonadonlariga, vatanimizga yorug' yuz bilan kirib kelish nasib qilsin. Hayol uyda yo'qdir halovat. Siqilmagin onang salomat. O'zing Allohimga omonat. Musofirlik osonmas do'stim. Qara otang rangi yuribdi. Onang yo'ling poylab turibdi. Ketganingga yillar bo'libdi. Musofirlik osonmas do'stim. Osonmas, 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 osonmas. Musofirlik osonmas do'stim. Osonmas, 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 osonmas. Musofirlik osonmas do'stim. Musofirdagi do'stlarimiz. Rahmat, sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishganda, uchrashguncha sog' bo'linglar.